Ko'pchilik menga rus tilida gapirganidan sal xafa bo'lgandi. Men o'zbek tilini o'rganishga keldimda. Ko'pchilik menga o'zbek tilida gapirsa, shuncha ko'p foydali bo'lardi. Necha tushli ko'ryapsiz? Ha, shunday. O'zbekchaga o'tib ketgansiz. Shunaqa. Lekin ko'pchilik menga rus tilida gapirgani menga cultural shock bo'ldi. Siz ichingizda men Rossiyaga keldim, O'zbekistonga keldim deb. Shunaqa. Hattoki men o'zbek tilida gapirishsam ham ular ruschada gapirishadi. Nimadir bor-da. O'zbek qaynona, 2 nafar qaynonamiz bor. Ya'ni endi To'xtab turing, men majlis ketyapti. O'zlari koreys, ayollari koreys, lekin qaynonalar ikkalasi o'zbek. Men tushunmadim. Assalomu alaykum azizlar. Bugun Ibrat kashfiyotlarida sizlar bilan Aqida xonim hamda bugungi mehmonimiz Janubiy koreyalik ustoz Yon Sanxim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum Annyeonghaseyo. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Avvalambor taklifimizni qabul qilib kelganingiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldik va biz bugun ko'rsatuvni siz bilan suratga olish jarayonini juda ham kutgandik, orzu qilib kutgandik. Yon Sanxim o'zi kim? Ozgina o'zingiz o'zingiz haqingizda aytib bersangiz. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Kelganimdan juda ham xursandman. Endi o'zim haqimda qisqacha qilib tanishtirsam, endi ismim Yon Sanxim. Albatta bu koreyaliklar orasida ham qiyin ismim. O'shaning uchun noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsangiz ham endi xafa bo'lmayman. Xafa bo'lmaysiz, uzr. Keyin O'zbekistonga kelganim taxminan 13 yil bo'ldi. Ya'ni birinchi kelganim 2013-yilda kelgandim. Ya'ni talaba paytimda yozgi maktabda. Yozgi maktab uchun kelgandim. Keyin kamida har yili borib kelib turganman. Va o'zbek tilini juda ham yaxshi ko'raman. Bu narsani tushundik. Juda ham xursandmiz. Mana 2013-yildan beri borib kelib yurgansiz, lekin o'sha paytning o'zida tanlovingizni qilibsiz. Juda ham xursandmiz. Tanlovingiz juda ham chiroyli. Ustoz Yon, o'zbek tilini o'rganish siz uchun qaysi jihatdan qiyin bo'ldi va lekin zavqli bo'lgan? Qaysi jihatlari qiyin, lekin shu bilan birga zavqli bo'lgan? Nima desam bo'ladi? Masalan, men Koreyada bakalavriatda endi Markaziy Osiyo tillar kafedrasida o'qigandim. Keyin O'zbekistonga birinchi kelganimda bozorini aylanayotgan edim. Bozorini aylanayotganimda bitta bozorchi opa meni chaqirib, hozircha eslab olmayapman, lekin biron narsani ko'rsatib, buni yeb ko'ring deganlar. Lekin o'sha paytda buni men tushunmagandim-da, chunki uncha grammatikaga chuqur o'rganim yo'q edi. Lekin yemoq fe'lini tushunardim va ko'rmoq fe'lini ham tushunardim. Lekin buni haqiqatan ham yeyish harakatini qiling degan maqsaddami yoki ko'rish uchun bu gapni menga berganmi, men bilmagandim. Keyin juda o'ylasam ham endi buni tushunmagan holda juda bilgim kelgan edim. Keyingi kuni endi darrov ustozdan so'rab ko'rdim. Bu nima gap, nimani tushuntiradi deb so'ragandim. Bu ko'makchi fe'l ekan, ko'rmoq ko'makchi fe'l. Ya'ni yeyish harakatini sinov tarzida bir qiling degan maqsadda. Bilmadim o'sha paytda buni yeganmanmi yoki faqatgina ko'rganmanmi, lekin bu ko'makchi fe'lligini bilib olib, endi Koreyada ham shu ko'makchi fe'llar bor-da. Endi mogoboda. Ya'ni bir xil, ya'ni ko'z bilan ko'rish harakat, og'iz bilan yeyish harakat. Undan keyin shu ko'makchi fe'l haqida juda ham qiziqish ko'payib ketdi va shu ustozdan foydalanib ilmiy ish qilaman deb qaror qildim. Keyin magistratura ishim shu ko'makchi fe'lga bag'ishlangan va doktorlik ishim shu ko'makchi fe'lga bag'ishlangan. Shu savol bergan ustozim rahbarim bo'lib birgalikda zo'r ish qildik. Yaxshi ham bozorga boribsiz. Lekin menimcha yeb ko'rgansiz, chunki bozordagi opalar yemasdan ketkazishmaydi. Buni yeb ko'ring, buni yeb ko'ring. Bozorga kirib bitta aylanib chiqsangiz qorningiz to'yib qoladi. To'g'ri. Ya'ni tushlik ham o'sha yerda, kechki ovqatingiz ham, nonushta ham o'sha yerda bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'p. Ustoz Yon, siz o'zbek tilini o'rganishdan qachon his qilishga o'tdim deb o'ylaysiz? Men ham bilmagandim, lekin tush ko'rganimda. Ya'ni tush ko'rganim biz
o'zbekcha tushli ko'ryapsizmi? Ha, shunday. O'zbekcha o'tib ketgansiz. Shunaqa ekan. Keyin tush ko'rganimda ko'p tez uchramaydigan ho'la, lekin tush ko'rganda endi gapiradiganlar ham bor-da. Men gapirish ham o'zbek tilida gapirar ekanman. Shunaqa ekan. Biznikilar eshitdim. Shunaqa. Qoyil ekan. Lekin qarang, endi biz tabiiy biz O'zbekiston tug'ilganmiz, o'zbek tilida tilimiz chiqqan va bizning fikrlashimiz o'zbekcha edi. Sizni fikrlash koreys tilidanmi baribir? Shu kunlarda endi o'zbek tilida. O'zbek tiliga o'tib ketgan, ya'ni fikrlashingiz. Shunday. Tushunarli. Demak, o'zgartirsa ham bo'lar ekan. Qoyil, lekin birinchi marta o'zbek tilida gapirib, o'zingizdan faxrlangan bir voqea yo vaziyat bo'lganmi? Juda ham ko'p. Nimani aytishim mumkin? Esda qolgani, aynan. Albatta, birinchi navbatda o'zbek tilida PhD himoya qilganim. Bu juda katta yutuq. Keyin men O'zbekistonda bo'lganimda Koreya prezidenti, ya'ni 2 nafar prezidenti O'zbekistonga tashrif buyurganlar va bir premier tashrif buyurganlar. O'sha paytda endi o'zbek tili bilim darajasi uncha yuqori emas bo'lsam ham, endi kamchiligim ko'p bo'lsam ham, endi ishlashga imkon yaratib bergan. Ya'ni endi ikki davlat orasida ham o'zbek tili ham koreys tilini biladiganlar kamda. O'shaning uchun tarjimon sifatida ishlaganman. Qoyil ekan. Juda ham yaxshi tajribam edi, juda ham qiyin ish edi, lekin juda ham xursand bo'ldim. Juda boshqa darajada endi u albatta o'zi emas. Xo'p, keyingi savol. Ustozjon, bugungi kunda koreyslar uchun o'zbek tilini o'rganish qanchalik real foyda beradi sizningcha? Men buni 100% kafolat beraman. Albatta o'zbek tilini o'rganib O'zbekistonda yashash kerak. Shu foyda o'lchash mumkin emas. Ya'ni kengsiz, ya'ni limitsiz. Cheksiz ya'ni. Cheksiz. Aha. Misol uchun ish odami deylik, biznes bilan shug'ullanadigan odam keldi, O'zbekistonda bor undaylar, lekin ko'pincha rus tilini o'rganishga harakat qilishadi. Ya'niki ruslar bilan ishlayman va vaholanki aholini juda katta qismi o'zbek zabon. Ularga nima degan bo'lardingiz? Endi ular bu podkastni ko'rishadimi yo'q bilmadim. Lekin siz ular bilan gaplashganingizda bu narsani ham albatta aytishingiz mumkin. Chunki tabiiyki siz u do'konlarga borasiz, o'zingizning milliy taomlaringiz yoki ya'ni nima mahsulot shu vataningizdan kerak bo'lsa, shu do'konlarda, u do'konlarning egasi aksar Janubiy Koreyadan kelgan sizni hamyurtlaringiz. Ularga nima degan bo'lardingiz? Masalan, shu podkastga kelganimda siz qaysi tilda salom berdingiz? O'zbek tilida salom berdingiz. Birinchi annyeonghaseyo deysiz. Ya'ni koreys tilida salom berdingiz. Undan keyin shu koreys tili so'zini eshitib, ko'nglim ochiladi-da. Xuddi shunday, masalan, biznes qiladiganlar albatta o'zbek tilida gapirsa, endi o'zbeklar xursand bo'lib, albatta. ochishadi. Shunaqa, biz o'zbek xalqi mana bizga o'zbek tilimizda javob berishsa, salomlashib kelsa, u bor yo'q 2-3 so'z bilsa ham, biz albatta xursand bo'lamiz bu narsaga va haligi insonga nimadir foydamiz tegsin deb harakat qilamiz. Bu bor narsa. Ishonmasangiz, mana shu hamyurtlaringizdan bironta bir bozorga yetaylik, chorsiga tushishingiz mumkin. O'shanda ko'rasiz. Sizningcha o'zbek tilini bilgan koreys mutaxassisi qanday imkoniyatlarga ega bo'ladi? Bu savol qiyin savol edi. Lekin shaxsiy fikrim yo'q. O'zimni ko'rsatsam, ya'ni o'zingizni misol qilib ayta olasiz albatta. Davlat tashkilotida endi chet ellik boshliq sifatida ishlash juda ham qiyin-da. Lekin men hozir Koreya oliy maktabi boshlig'i bo'lib ishlayapman. Bu juda katta narsa. Bu juda kelib boshqa davlatdan bu yerda o'qib, madaniyati, tilini bilib va albatta davlat tashkiloti, ya'ni bu sharqshunoslik davlat universiteti, bu hazilakam universitetdan emas. Ya'ni bilamizki, uni potensiali, u sharqshunoslik chiqarayotgan kadrlar
u yerda o'qib ilm izlab ham bu ilmini keyinchalik boshqalarga o'rgatayotgan kadrlar umuman chet eldan kelgan nimalar ko'pda, lekin hamma ham bu darajaga yeta olmaydi. Albatta sizni misolingizda bu juda ham katta level deydi, daraja. Ko'rsamiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana siz ustozsiz, tilshunossiz. O'zbek tilini o'rganishda grammatika muhimmi yoki bir qanaqadir muhitmi? Amaliyotmi ya'ni? Ham grammatika muhim, muhit ham muhim. Lekin masalan ta'tildami, xizmat safargami, Koreyaga borib qaysam, darrov o'zbek tilidan sal qiynalishim mumkin-da. Shu degani endi shu atrofdagilar qaysi tilda gapirishsa endi bu o'ziga his nima desam bo'ladi? Ta'sir bo'ladi baribir. Ya'ni bu xil shuncha muhimki, shu tilni o'rganish uchun shu tilda yashash kerak bo'ladi. Shunaqa deb o'ylayman. Fikringizga juda ham qo'shilaman, chunki qaysi tilda inson gaplashmasa, ya'ni amaliyot bo'lmasa, kundalik so'zlashuv bo'lmaydigan bo'lsa, sekin-sekin u tilni unutib boradi. Hatto u o'zini ona tilisi bo'lsa ham, mana shunaqa nima bor. Endi miya ham bir muskuldagi gapda, endi mushakdagi gap, agar uni ham harakatlantirib turmasa, u ham nima bo'lib qoladi. Bu narsa juda to'g'ri, chunki men o'zimda shu narsa kuzatildi. Ancha yillar endi men ham chet el kompaniyalarida ishlaganman. Endi hujjatlarim hammasi o'sha chet tilda bo'lardi. Keyinchalik u kompaniyadan ketdim, boshqa ishlarga o'tib ketildi albatta. U narsa esimdan chiqib ketdi, chunki kundalik ishlatilmayapti. Ya'ni amaliyot bo'lmasa, praktika bo'lmasa, esidan chiqib ketar ekan odamni. Afg'ondagi menda shunaqa bo'ldi, chunki men afg'onda gaplashadigan do'stlarim ko'chib ketishdi ular Yevropaga. Va men gaplashadigan odamim yo'q. Shunaqa. Rahmat sizga. Ustozjon, bilamizki, mana Koreya ham, ya'ni Janubiy Koreya hamda mana O'zbekiston bizda sharq mamlakatlariga kiramiz. Sizningcha o'zbek va koreys mentalitetida eng o'xshash jihatlar qanday? Ya'ni sharqliklar degani bilan, lekin o'xshash jihatlari ham bo'lishi kerak. Nimani o'xshata olasiz, masalan, ilk kelganingizda yoki mana hozirgi kungi oramizda, chunki juda ko'plab yashab, endi ham ishlab kelyapsiz. Ya'ni ko'proq bilgansiz mentalitetimizni. Nimagaligini bilmayman, lekin negadir o'zbeklar bilan koreyslar juda ham o'xshaydi-da bir-biri bilan. Ya'ni madaniyat tomonida ham, jihatida ham. Ular shu jihatlaridan eng o'xshash tomoni menimcha yosh kattalarga hurmat bildirish. Bu eng o'xshaydigan jihatlardan biri deyman. Seriallarda buni biz ham ko'rganmiz. Yoshi kattalarga juda ham hurmat, e'tibor, mana shunaqa iyerarxiya ham bor albatta. Keyin yana nima? Keyin deyarli bir xilda, o'shaning uchun Ana nimasi? Harakat qilish menimcha. Nima ish bo'lsa ham. Ya'ni bu yerda mehnatkashlikni aytmoqchisiz. Koreyslar ham mehnatkash, bu narsani bilamiz. Bizni o'zimizni koreyslarim ham 84 yil oldin kelishgan va Janubiy Koreyadagilar ham. Endi bizdan ko'pchilik bu yoqqa borib ishlaydi-ku. Shunaqa jihatlar bor. Endi u narsani agar men Janubiy Koreyaga borib yashaganimda menga bilinardi. Men bormaganman, o'shaning uchun bilmayman, lekin siz u yerdan kelib bu yerda yashayapsiz, qanchadan beri ishlayapsiz, o'shaning uchun sizga bu ko'proq bilinishi kerak-da. Masalan, o'zbeklar va ham koreyslar noldan qanaqadir harakat qilib baribir natijasini yaratadi-da. Masalan, shu O'zbekistonda ko'p yashagan koreyaliklar orasida shunaqa gaplar bor-da. O'zbekistonda bo'lmaydigan ish ham yo'q, bo'ladigan ish ham yo'q deyishadi. Bu faqatgina o'zbeklarga emas, balkim koreyslarga ham tegishli gap. Ya'ni baribir natijaga erishadi. Mehnatkashligi bor albatta. Tushunarli. Demak, asosiysi kattalarga nisbatan hurmat va mehnatkashligi. Nima ishni boshlashmasa albatta natijaga erishadi albatta. Va ko'pincha u natija ijobiy natija bo'ladi. Juda ko'p hollarda. Siz O'zbekistonga ilk bora kelganingizda, endi sir emas, kim boshqa davlatga borsa endi uzoq muddatga cultural shock bo'ladi. Madaniy shok, madaniyat shoki bo'ladi-ku. Sizda nima bo'lgan O'zbekistonga kelganingizda? Nima cultural shock bo'lgan? O'zbekistonga kelganimda
ko'pchilik menga rus tilida so'zlashgan. Balkim shu O'zbekistonda tug'ilgan koreyslar tufaylimi bilmadim. Yoki koreyslar, ya'ni Koreyadan kelgan koreyaliklar ko'p rus tilida gapirgani uchun shunaqa bo'lgandir. Lekin men o'zbek tilini o'rganishga keldimda. Ko'pchilik menga o'zbek tilida gapirsa shuncha ko'p foydali bo'lardi. Lekin ko'pchilik menga rus tilida gapirgani menga cultural shock bo'ldi. Chunki O'zbekistonda davlat tili o'zbek tilida. Lekin ko'pchilik menga rus tilida gapirganidan xafa bo'lgandi. O'ylaganmiz, ichingizda men Rossiyaga keldimmi, O'zbekistonga keldimmi deb. Shunaqa. Albatta, bu o'ziga xos bir odamni ko'nglini xijil qiladigan narsa, chunki O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili va ba'zi hollarda albatta shunaqa bir nimalar borki, ya'ni rus tilini o'rganish, xo'p, chet tillarni o'rganish hech qanaqa bir yomon jihati yo'q. Lekin qayerda yashasak, mana misol uchun bizni o'zbeklar u yerga ketishadi, Janubiy Koreyaga ishlashadi, o'qishadi, juda ko'p ular. U yerda novvoyxonalar, bir ishlar, nimalardir ochib tashlashgan, o'zbek oshxonalari, shunaqa tadbirkorliklarda ular koreys tilini o'rganib ketadi u yoqqa. Bu har bitta davlatda normal, ya'ni qonun qoidasi o'zini yozilmaganda. Faqat bizga kelganda mana shunaqa. Nafaqat bizni Markaziy Osiyo davlatlarida shu narsa kuzatilgan. Boshqa MDH davlatlarini mayli gapirmay qo'ya qolaylik va o'ylaymanki, mana kelayotgan, mana o'sib kelayotgan bu hozirgi avlod birinchi galda davlat tilida gaplashyapti, xat hujjat yuritish boshqa masalalar bo'yicha va albatta chet tillarni o'rganishyapti. Bu juda quvonarli. Qancha ko'p til bilsa inson shuncha yaxshi, lekin baribir o'zi yashab turgan joyi tilida gaplashish kerak, so'zlashish kerak, hurmat qilish kerak bu narsani. Shunaqa bir masala bor. Juda ham to'g'ri aytdingiz, lekin negadir hattoki men o'zbek tilida gapirishsam ham ular ruschada gapirishadi. Men buni endi tushunaman-da, ochiqini aytsam. Ular rus tilida gapirsa ham ozgina tushunaman. Lekin bunga javobim o'zbek tilida bo'lsa ham ular yana boshqatdan rus tilida gapirishadi. Bu umuman noto'g'ri-da. Ya'ni ular tilni bilishadi, o'zbek tilini bilishadi, lekin ataylab rus tilida gapirishadi. Bu noto'g'ri narsa. Ya'ni o'zbeklar juda ham aqlli-da, juda ko'p tillarni bilishadi. Lekin negadir o'zbek tilida gapirishmaydi. Bu umuman noto'g'ri deb o'ylayman. Endi siz ham Koreyadasiz, ham O'zbekistondasiz. Solishtira olasiz. Sizningcha koreyslar o'zbeklardan nimani o'rganish kerak deb o'ylaysiz? Bormi shunaqa jihatlari? Bor albatta. Sabr bilan Xudo xohlasa. Buni o'rgansa zo'r bo'lardi. Chunki endi boshida bu so'zlarini, bu jumlani tushunmagandim, lekin endi yashaganim ancha bo'ldi-yu O'zbekistonda. Bu so'zlar menga juda ham yoqadi. Ya'ni sabr, Xudo xohlasa, bilmasa yashay olmayman. Xo'pchi, xo'pni tushirib qoldirdingiz. Xo'p, endi Koreyada bo'ldi. Sizlar yoshdaqami nimadir qilsa xo'p deydi-da. Xudo xohlasa deganingizga bir maymesim tushib ketdi. Sen mana bunaqa bo'ladi deb aytganding-ku, va'da berganding-ku, men va'da bermaganman, men Xudo xohlasa deb aytganman. Endi o'rgansa bo'ladi koreyaliklar ham. Tushunarli. O'zingizni hech o'zbekdek his qilganmisiz? Juda ham emas, endi qiziq voqeani aytsam, endi rahbarim bilan Koreyaga xizmat safariga borgandik. Lekin baribir o'zbeklar Koreyaga borish uchun viza kerak bo'ladi-yu, talabi shunaqa. Endi viza masalasi bo'yicha juda ham shu harakat qilgandim, shug'ullandim. Shuncha ko'p hujjatlarini so'ragan elchixona. Juda qiynalgandim. Biron kuni endi rahbarim shuncha qiyinmi viza olish, shuncha qiyinmi deb so'raganlar. Va undan keyin sizniki qanaqa bo'ldi deb so'raganlar. Ya'ni men koreyalikman-ku, men Koreyadan kelgan. Endi menga viza so'ramaydi, men bemalol Koreyaga borishim mumkin, lekin meniki qanaqa bo'ldi deb so'raganlar. Ya'ni meni endi koreyalik deb hisoblanmasdan o'zbek deb o'ylaganlar. Balkim hazillashgan. Sizning o'zbekcha ismingiz bormi? Bor, lekin nima desam bo'ladi endi. Ko'pchilik meni endi o'zbekcha ismim bilan chaqirishadi, menga uncha yoqmaydi.
Ha. Endi hammani o'zini ota-onasini qo'ygan ismida, lekin bizda men bilaman bir odatda agar chet ellik keladigan bo'lsa, nima qiladigan bo'lsa, ismini o'zbekcha qo'yib yuborishadi. Bor shunaqa narsa. Hattoki meniki juda ham qiyin-da talaffuz qilish yozsanim. Shuning uchun. Sirmas, Sarvarman. Ha, Sarvar, yaxshimisiz? Xushgapsiz. Xo'p, o'zbek tilida sizga eng chiroyli eshitiladigan so'z qaysi? Jozibador. Juda ham ko'p. Bittasini tanlash juda ham qiyin, lekin o'ylasam Hilola. Nimaga Hilola? Bu ism-ku? Ism. Nimadir bor-da, o'sha Hilola deganingiz to'g'risini aytavering. Ochig'ini aytsam, bu ayolimning ismi. Bu endi Ayolingiz o'zbekmi? yo'q, koreyalik. Nimaga siz Sarvarga yo'q deyapsizda, ayolingiz Hilola? Bu endi bizada ya'ni ayolim bilan manda o'zbek qaynona, 2 nafar qaynonamiz bor. Ya'ni endi To'xtab turing, men majlis ketyapti. O'zlari koreys, ayollari koreys, lekin qaynonalar ikkalasi o'zbek. Men tushunmadim. yo'q, O'zbekistondagi o'zbek qaynona deyman. Ya'ni haqiqiy qaynona emas, endi Voy, men qo'rqib ketdim. haqiqiy qaynona emas, endi rahbarim bilan endi Mehribon opa. Ular Rahbaringiz kim? Gulchehra opa. Gulchehra Shavkatovna. Gulchehra Shavkatovna Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti rektori bo'ladilar. Va O'zbekistonda bor yo'q 3 ta rektor edi. O'zi bitta edi, ayol kishi bulardan boshlangan, keyin ko'payishdi. Shunaqa ularga katta rahmat aytgancha ustozyon Gulchehra Shavkatovnani shogirdlari bo'ladilar. Gulchehra Shavkatovna, sizga alohida rahmat va salomlarimiz. Xullas, qaynonangiz? Ular endi ayolimga Hilola deb ismi. Ko'rdingiz, bu narsadan qochib qutula olmaysiz. Agar kimlar yana keladigan bo'lsa, unga ham to'g'ri qo'yib beramiz. Anvarmi, boshqami? Hilolani lekin bilasizmi ma'nosini? Nima? Oyning birinchi qismi. Oy yangi chiqqan oy hilol deyiladi, hiloli. Tushunarli. Xo'p. Ya'ni hilol yoqadi. Ha, ayolimda. Yaxshi. Yulduz yoqmaydimi? Yo'q, yo'q. Mayli, translitani. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat. Xo'p. Sizningcha o'zbeklar mehmondo'st deyilishadi. Sizningcha o'zbeklar mehmondo'st deyishadi. Bu haqiqatmi yoki biroz bo'rttirilgan stereotipmi sizningcha? Haqiqat, siz men kelganimda juda ham mehmondo'st bo'lib, salom berib, mehmon qildingiz-ku. Men hech narsa mehmon qilmadim, faqat suv quydik oldingizga. Xuddi narsa. Albatta bilamanki, men ketishimda ham shunday qilishni bilaman. Ya'ni bu degani o'zbeklar. Bu bizning madaniyatimiz. Mehmondo'stlik deganda ko'proq bizda endi bir hozir gaplashayotgan masalamiz, u sal boshqa narsa-da. Mehmondo'stlik deganda yur bizanikiga, yur oyoqqa, yur bu yoqqa, mana shu mehmondo'st nima qilishadi? Yaxshi muomala tabiiy u ichiga kirib ketadi. Bu bizani nima desamkin, ona suti bilan kirganda bu narsa. Busiz hech iloji yo'q. Tag'in men misol uchun butun uyingizdagilarni so'rab chiqmadim. Hali ish odammi deb, lekin o'zi normal holatda, ya'ni men ota-onangiz yaxshimi, uyingizdagilar yaxshimi, jiyanlarim yaxshimi, ishingiz qanaqa, charchamayapsizmi? Xullas, uyingizdagi qozon tovoqqacha so'rashim kerak. Balki o'tda yaxshi emasdir, balki siz o'tda yaxshi, rahmat, Xudoga shukr, o'zingiz qanaqasiz deb keyin siz men uyimdagilarni so'rashingiz kerak. Shunaqa narsalar bor bizda. Endi aytyapman-ku, bu o'ziga xos bizning madaniyatimiz. Bu hatto mayli boshqa davlatlar aytamiz, mana so'nggi paytlarda Markaziy Osiyoning markazidamiz ham O'zbekiston juda jadal rivojlanib ketyapti. Ayniqsa turizm borasida. Misol uchun o'tgan yil boshidan apreldan, mana 2025-yil apreldan oktyabr oyiga qadar O'zbekistonga 7 million turist tashrif buyurgan. Yaqinda mana bilasiz, Navro'z bayramlari bo'lib o'tdi. Men qarasam Qozog'istonda juda ko'pchilik va ular keyin internetda yozishyapti. Juda iliq gaplar. Rus tilida yozishadi, qozoq tilida, baribir tushunamiz uni ham. Va hammaligisi yozishyapti. O'zbeklar shunaqa mehmondo'stlik, shunaqa muomalalar ekan. Ya'ni hammamiz bitta Markaziy Osiyodamiz, lekin mana shu yerda ham bizni sal ajratib turar ekanda shu hislatimiz. Juda ham shirin so'z, boshqa. Endi balkim bu
aytyapman-ku, qondan qonga o'tib keladigan narsa. Bu bizdan olib qo'yib bo'lmaydi bu narsani. Agar men sizga assalomu alaykum yaxshimisiz o'tib ketsam, bilingki, demak begonalarcha, bezbetlarcha o'tib ketibman. Endi buni qo'shimcha sifatida aytishim lozimki, albatta o'zbek tilida gapirsa, o'zbeklar yanada mehmondo'st bo'ladi. Shunaqa. Xursandmiz. Xo'p. Qaysi madaniyat sizga qattiqroq tuyuladi? O'zbek madaniyatimi yoki koreys madaniyatimi? Boyagi savol bilan bir-biri sal o'xshaydi, lekin ya'ni bu degani O'zbekiston bilan Koreya o'xshash jihatlari ko'pda, lekin hozirgi kunga kelib Koreya sal o'zgargan. Ya'ni eski Koreya mehmondo'st edi, masalan deylik. Mahalla ham bor edi, bir-biri bilan yordamlashgan edi, lekin zamonaviy davrga kelganda sal o'zgargan. Ya'ni yordamlashmaydi, bir-biri bilan ko'p gapirishmaydi, ko'chada begona odam bilan uchrashsa endi ko'chib ketadi. Shunaqada. O'shaning uchun hozirgi kunda o'zbek sal qattiqroq deb o'ylayman. Lekin bilasizmi, mana shu savolga meni bu o'zimning fikrim. Endi bizni Koreyani seriallar orqali bilamiz. Serial bilamizki, har bitta mamlakatni uni bir oynasi ko'rsatib beradigan. Uni madaniyatini, turmushini, insonlarini, fazilatlarini va men biladigan narsam haddan ziyod mana shunday qilib turishadi, ya'ni iyerarxiya bor. Rais bir narsa, janob rais debdi, bu yerda juda katta bir nima, ya'ni egilib salom berish kerak, kechirim so'raganda polga o'tirib qo'llar bilan shunaqa qilib iltijo qilinadi. Mana shunaqa narsa bilmadim, balki bizda undan-da beshbattar narsalar bordir, lekin men uchun bu tomonda qanaqadir qattiq tuyuldi-da. Bilmadim. Bu meni shaxsiy fikrim haqida bo'lmaysiz. Ustozyon. Endi bizni an'anaviy maqollarimiz bor. Endi har ko'rsatuvda, har podkastimizda maqola aytamiz. Siz unda u maqolada nimani anglaganingizni bizlarga aytib berasiz. Demak, birinchisi, mehnat qilgan to'q, mehnat qilmagan och. Koreyada ham bor, lekin sal boshqacharoq. Koreyada o'rgansa, ya'ni o'qisa, qo'lini ochib o'lmaydi. Ochlikdan o'lmaydi, ya'ni. Shunaqa gaplar bor, ibora, maqollar. Demak, to'g'ri tushundingiz. Va Koreyada ham bor ekan bu narsa. Mehmon otangdek ulug'. Mehmon qo'shu. Sizlarda boshqami? Bizda shunday. Mana shu joyga musiqani qo'yib ketsak bo'ladi. Tangimmi nimasi, podshoni nimasi bo'lardi. Birlik bor joyda baraka bor. Birgalikda bo'lsa yashay olasan. Koreyada bor. Unchigan sanda. Menimcha sizlar O'zbekistondan ketgansizlar-da. Shunaqa bo'lsa. Xo'p, oxirgisi sabr qilgan murodiga yetar. Qiyinchilikdan keyin shirinlik. Shu. Aniq O'zbekistondan ketgansizlar. Hatto o'xshab ham ketamiz. O'ylamiz. Albatta, biz ma'naviy bir oilamiz. Bu narsa bor, chunki yana bir bor aytaman, xalqlarimiz orasida o'xshashlik juda ko'p. Mehnatkashligi, mehmondo'stligi, intizom. Endi to'g'ri, intizomni bizda sal mana bunaqa narsa oqsiydi. Hozir 5 minut oradan 50 daqiqa o'tdi. Xo'p, demak, ustozyon, bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollarga javoblarni oldik va juda ham xursand bo'ldik. Siz bilan o'zbek tilida, sof o'zbek tilida mana shunaqa ajoyib suhbat o'tkazib turganimizda. Avvalambor sizga katta rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Biz uchun bu juda ham sharaf. Juda ham xursand bo'ldik va xudo xolasa o'ylaymizki, yana yaxshi kunlarda, yaxshi bir ko'rsatuvlarda ko'rishamiz. Albatta siz bu narsaga bilmadim qanaqa qaraysiz, chunki o'zini vaqtida ustozyonni juda ham ko'plab intervyularga chaqirishgan, bezib qo'ygan ekanlar oxiri. Bizga endi mayli deganlarga juda ham xursand bo'ldik. Uning uchun sharqshunoslik Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti rahbari, rektor Gulchehra Shavkatovnaga katta rahmat. Ustozjon, sizga sovg'amiz bor edi. Endi biz Ibrat farzandlari, Ibrat kashfiyotlari podkastidamiz. Ibrat farzandlari o'zi bu til o'rgatadigan loyiha. 23 xil til o'rgatadi, xususan ichida o'zbek tili ham bor. To'g'ri, siz o'zbek tilini juda yaxshi bilasiz, lekin balki sizni shogirdlaringiz orasida boshqa davlat vakillari bo'lishi mumkin, o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan. Endi sizga nima emas, ularga balki shu narsani sovg'adi, balki Hilol akaning yaxshi bunaqa bilmasalar.
biladi, harakat qiladi, lekin boshidan o'rgangani yo'q-ku. Ha. Faqatgina yashab o'rgangan. Amaliyot bilan ya'ni. Bo'lmasa buni hiloli kenimligi berasiz. Bu Ibrat farzandlarida o'zbek tilini o'rgatishga oltin karta Ibrat akademiyadan. Marhamat. Rahmat. Xudo xolasa o'ylaymizki, kenimligi bu juda ham foydali bo'ladi. Kenimligi ham baribir Sarvar va Hiloli bo'lib ketasizlar. Shuningdek, bizda yana ikkinchi sovg'amiz bor. Endi shuncha yildan beri O'zbekistonda yashaysiz, bilasiz, bizda sopol, shu kulolchilik rivojlangan. Bu asrlar osha bizga avloddan avlodga o'tib ketgan bizning madaniy bir merosimiz. Bizda Rishton kulolchiligi bor. Ya'ni Buxoro kulolchilik maktablari bor. Mana sizga bugun aynan Rishton kulolchiligidan bir sovg'amiz, balki bu sizni kabinetingizni, ish joyingizda, ya'ni balki xonadoningizni chiroyli bir joyini bezatib, mana bugungi chiroyli mana shunaqa samimiy suhbatni eslatib turadi. Bizni sizga rahmatlarimiz. Shunchalik bizni tilimizni hurmat qilib, marhamat. Rahmat. Juda uyatli bo'ldi. Nimaga? Men hech narsa olib kelmadim. Voy, bizni challarida emas biz. Men sizga to'g'ri qilasiz, menga to'g'ri qaytarasiz. Ustasyon, yana bir bor katta rahmat sizga. Juda ham xursand bo'ldik va azizlar, bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan efirda Aqida xonim hamda Ustasyon. Keyingi ko'rsatuvlarda yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz.